hurmatli podpisчиклар, mana navbatdagi mebelimizni ustunovka qilib oldik. Buni Samarqand shahar superga qo'yib olganmiz. Buni razmeri 4 metrga 240 balandlikda. Mana klientimiz o'zi bilan ham bitta gaplashsangiz bo'ladi. 14 kunga srok olgan edik. 12 kunda olib kelib qo'yib berdik. Xolos qanday mebel bo'ldi? Aytgan narsangiz keldimi? Ko'nglingiz to'ldimi mebeldan? Rahmat sizlarga. Mana zakaz bergan mebelim 2 haftaga va'da beruvdilar. Mana bu shogirdlari bilan 12 kunga keldi mebelim. Juda aytganimdan ham zo'r chiroyli chiqibdi. Rahmat sizlarga, qo'llaring dard ko'rmasin. Yana bingam, yana qishloqqa zakaz qilaman. Bu hozircha qizimning kvartirasiga. Men xursandman. Materialni rangini, tipasini osh silverdan qilib olganmiz, pastini mokri akreldan qilib olganmiz. Buniga joylashtirib olganmiz ishning kirishdan xolodilnigini, keyin moykasini, keyin gaz plitasini o'rtasiga, keyin bog'iga penal tushirib olganmiz. Bizdan bonus ketgan moyka, smesitel, sushilkalari, polni vakuumli mexanizmlari, LED chiroqlari kafili ketgan. Shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqasizlar. Samarqand bo'ylab dastavka uстановkalarimiz hammasi bepul. Undan tashqari, masalan, boshqa viloyatlarga kelishilgan holda.